Chevarchilikni o'rganaman deb agarda siz Aysha o'quv markaziga yozilsangiz, birinchi 5 ta o'quvchiga tekinga ishlatiladigan narsalarni hadya qilinadi. Shuning uchun shoshilib qolinglar, birinchi 5 talikdan biri bo'ling. Chevarchilikni o'rganaman deb yurgan go'zal qizlarimiz diqqatiga. Shu oldimda turgan ko'ynaklar chista qo'l mehnati bo'ladi. 20 yildan beri faoliyat olib boradigan opaning qo'llarida tikilgan ko'ynak bo'ladi shu. Ko'rishingiz mumkin. Go'zal qizlarimiz o'z qo'llaringiz bilan shunaqa ko'ynaklarni tikish xohlaysizmi? Agarda siz chevarchilikdan xabaringiz bo'lmasa, Aysha o'quv markaziga men sizlarni taklif qilaman. Namangan shahar markazida joylashgan, Chorsuda joylashgan. To'liq adreslarni oxirida ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Yaqinlaringizga, onajoningiz, o'rtoqlaringiz, dugonalaringizga shunaqa ko'ynaklarni tikib berish xohlasangiz, marhamat o'quv markaziga kelishingiz mumkin. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni ishonchli o'quv markaziga berish xohlasangiz, men sizga Aysha o'quv markazini taklif qilaman. Chunki bu yerda bitta ham erkak kishi yo'q, faqat opani o'zlari ishlaydi. O'quv markazini yangi ochdilar, xudo xohlasa 0 dan 100 gacha o'rgatib qo'yadi. Bemalol ishini topshirishingiz mumkin. Ishlari tekis, ishlariga javob beradi xudo xohlasa. Chevarxonamizda agar siz chevarchilikni bilasiz, lekin to'liq o'rganmagan bo'lsangiz, malaka oshirish 2 oyga $200 bo'ladi. Agar siz 0 bo'lsangiz, hali o'rganmagan bo'lsangiz, 4 oyga $300 ga opa 0 dan 100% o'rgatib qo'yadi. Bemalol kelib o'qishingiz mumkin. Bu yerda erkaklar bo'lmaydi, faqat ayollar xudo xohlasa tajribali 20 yildan beri o'zlarining faoliyatlarini olib boradigan shaharda taniqli chevarlardan bittasi bo'ladi. Meni auditoriyam ko'proq ayollar kuzatganing uchun shuning uchun bu video roligini chiqardim. Kanalimiz obunachilari, agarda siz chevarchilikni o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki farzandingizga o'rgatmoqchi bo'lsangiz, bemalol Aysha o'quv markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Men sizlarga eng yaxshi ko'ngildaman. Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab podlashka qilasizlar degan umiddaman. Videoga bitta like bosib qo'ying. Men sizlarga to'liq adreslarni tushuntiraman. O'quv markazimizning to'liq adresi Namangan shahar Chorsu stadion Joziba binosining orqasidagi yangi bino bo'ladi. 2-etaj 65-do'kon. Pastda telefon raqamlarini yozib qoldiraman, aloqaga chiqaringlar.